Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Usmon Nosir 1912-1944 dars davomida Usmon Nosir she'rlariga xos xususiyatlarni o'rganamiz, lirik tur va sonet haqida bilib olamiz. O'zbek adabiyotining yorqin vakillaridan biri, shoir, dramaturg va tarjimon Usmon Nosir 1912 yili Namanganning Chuqurko'cha dahasida dunyoga keldi. Usmon Nosir dastlab maxsus internatda, so'ng Moskva kinematografiya institutining ssenariy fakultetida, Alisher Navoiy nomidagi Samarqand pedagogika akademiyasi, hozirgi Samarqand davlat universiteti ning til va adabiyot fakultetida tahsil oldi. O'qish bilan birga Qo'qondagi qisqa muddatli ta'lim va tarbiya kurslarida o'qituvchi, ilmiy bo'lim mudiri va shahar teatrida adabiy xodim bo'lib ishladi. Shoirning ilk she'ri Haqiqat qalami bo'lib Yangi yo'l gazetasida bosilgan. So'ng uning Norbota, Naqshon, Nil va Rim dostonlari, Quyosh bilan suhbat, Safarbar satrlar, Traktorobod, Yurak, Mehrim nomli she'riy kitoblari nashr etildi. A.S. Pushkinning Bog'chasaroy fontani, Lermontovning Demon asarlarini o'zbek tiliga o'girgan. Usmon Nosir 1937 yili muntazam ravishda millatchilik va aksil-inqilobiy tashviqot olib borishda ayblanib, xalq dushmani tamgasi bilan Sibirga surgun qilindi va 1944 yili o'sha yerda 32 yoshida vafot etdi. Mutolaadan oldin Usmon Nosir shunday to'polon va to'lqin bilan keldiki, uncha-muncha she'riy uslub va ijodni tos-tos qilib yubordi. U haqida o'zimizda O'zbekning Lermontovi, Moskva gazetalarida Sharqda Pushkin paydo bo'ldi, deb yozishdi. Turob to'la shoir Usmon Nosir she'rlarida jimjimadorlik, galizlik, zormazorakilik ko'rinmaydi. Fikr-tuyg'ular sodda, lekin lirik harorat, jozibadorlik, original tashbihlar bilan bayon qilingan. She'rlarni o'qish davomida bunga amin bo'lasiz, albatta. Ayrim she'rlarning yozilish tarixiga ham e'tibor qiling. Chunki she'r uchun asos bo'lgan vaziyat muhim hisoblanadi va she'rning badiiyatini yanada oshiradi. Kunlarimni yoshligimdan ayamadim. Menda yoshlik, nokaslikni hech ko'rmadi. Qiz sevganda xo'ngir-xo'ngir qon yig'ladim. Go'yo qalbim amri azmimni bir so'rmadi. Yoshligimning tarozisi beposanga, bir pallasi bahor toshi bilan og'ir. Sevinchim ko'p, shodligim zo'r, tilim biyron. Qaysi umr shunday yoshlik ko'rdi axir. Yuragimga achchiq-achchiq botar edi. Bog' ko'chada sharsharakning mungli kuyi. Hayron bo'lib bolalikda o'ylar edim. Qaydadir deb bu oftobning yotar uyi. Bolaligim gul bog'larni ko'rolmagan. G'arib bo'lib mungshib yurgan ko'chalarda. Yulduz sanab yildan uzun kechalarda. Hisobiga sira azal yetolmagan. Ayamadim yoshligimdan kunlarimni. Nokaslikni ravo ko'rmay sevintirdim. Chunki unga yuragimda o'lib qolgan bolaligim, erkaligim tiriltirdim. Yoshligimning sarguzashti benihoyat, bisoti ham tasodifga to'lib bitgan. Keyin bilsam tasodiflar zarur ekan. Hodisani yetaklarkan sababiyat. 1934 yil Toshkent. Yana she'rimga sonet she'rim. Yana o'zing yaxshisan. Bog'ga kirsang gullar sharmanda. Bir men emas, hayot shaxssan, jonim kabi yashaysan menda. Yuragimning dardi, naqshsan, qilolmayman seni hech kanda. Ot bo'lurmi ishqi yoqtanda. Dardimsanki she'rim yaxshisan. Sen orada ko'prik bo'ldingda, Heyne bilan o'rtoq tutindim, Lermontovdan ko'mak otindim. Butun umrim sening bo'yningda.
Saharda qon tupursam, mayli, men Majnunman, sherim, sen Layli. Heyne, nemis shoiri Lermontov, rus shoiri. 1935 yil. Yo'lchiman, manzilim dengizdan nari. Lojuvard ufqning tubiga yaqin. Ko'nglimda dardlarim daryodek oqin. Chayqalar ko'zlarim tikilgan sari. O yo'llar, chu qora toychog'im, chu qora yo'rg'am. Murodga qasd qilib yugurgan yetur. Bo'ronni sevmasa dil nechun tepur. Tiriklik ne kerak, bemehnat, beg'am. Chu qora yo'rg'am. Nazariy ma'lumot lirik tur. Sonet lirik turning muhim xususiyatlaridan biri unda tuyg'u kechinmalarning tasvirlanishidir. Lirik asarlar she'riy shaklda muayyan vazn, qofiya asosida yoziladi. Shu jihatdan ham ular ohang, musiqiylik, intonatsiyani hosil qiladi. Fard, tuyuq, ruboiy, gazal, sonet va boshqa she'r shakllari lirik tur janrlari hisoblanadi. Sonet lirikaning bir turi, janri bo'lib, 10 misradan iborat. Uning birinchi qismi 2 tortlik, ya'ni 8 gator, ikkinchi qismi 2-3lik, 6 gatordan tashkil topishi lozim. Sonetning bir qismi katrin, 2 qismi terset deb ataladi. Dastlabki baytda aytilgan fikr keyingi bandlarda rivojlanadi va so'ngida yechim topadi. Sonetning qofiyalanishi ham o'ziga xos. Unda birinchi 2 band va ikkinchi 2 band bir-biri bilan zanjir halgasdek bog'langan bo'ladi. O'zbek adabiyotida Usmon Nosir, Rauf Parfi, Barot Boyqobilov, Mirpolat Mirzo kabi shoirlar sonetning go'zal namunalarini yaratganlar. Kuz kechi. Mudrar qalin terakzor, uxlar yupqa muz ostida suv. Alla aytar zar yaproqlar quv, bir me'yorda asta biyozor. Quyosh oyni izlab intizor botdi. Bulutlari oq parqu oz hukmiga olganda uyqu uxlar edi olam berido. Kuz kechiga hamohang, mayin, tabiat chaladi oz nayin shivirlashar menla yaproqlar. Kelgan kabi go'yo atayin. Yuksakda bir yulduz charaqlar, yuksakda bir yulduz charaqlar. Raupart 1958 yil. Mustaqil oqish uchun. Bogim. U qanday fusunkor. Nur bilan tolgan butun. Gullari chaman-chaman. Men ularni ichaman. Ko'nglimda yashnar bahor. Nur bilan tolgan butun. Bargdek uzilib ketsam. Unutmas meni bogim, ishimni hurmat gilur, gullardan haykal qurur, 1000 yillardan keyin ham unutmas meni bogim. She'rlarim yangrab qolur. Bir umrga olmayman. Hayotimning davomi kelajagimga homiy. Ornimga bog'bon bo'lur, bir umrga olmayman. U qanday davomdor. Nur bilan tolgan butun. Gullari chaman-chaman. Men ularni ichaman. Ko'nglimda yashnar bahor. Nur bilan tolgan butun. 1935 yil.